Bu video manfaatli bo'ladi, chunki siz bu videoda albatta o'zingizni smartfoningizni topa olasiz. Chunki men sizlarga shunaqa noyob smartfonlar tayyorlab qo'yganman. Oxirigacha ko'ring, afsuslanmaysiz. Assalomu alaykum. Aynan Galaxy S22 ni ishlatilmagan yangisi, запечатанный edi. Aeroportdan kelib ochilindi. Mana даже plyonkalari ham olinmagan. Yangi ishlamagan $340 Galaxy S22, yangisi $1000 turadi. O'sha paytda $1000 paytda bazada sklatda 4 dona qolgan ekan, hammasini olib keltirib qo'ydim. Bunaqa oqi butun dunyo bo'yicha bitta xolos. Narxi lekin juda arzon, tushungan inson uchun. Redmi Note 14 Pro $140 ga 8 ga 256 lik. Narxlarimiz arzonligini iltimos his eting. Biz bu smartfonlarni siz uchun taqdim etamiz. Auto 7 5G hozir yangisini ko'p magazindan topa olmaysiz. Bizda esa atigi 5 soat ishlagan, bir kun ham, yarim kun ham ishlamagan, 5 soat ishlagan xolos. Absolut yangi narsa. $325 ga yumshoq binafsha rangda hojonalarga, ayollaringizga sovg'aga olsangiz, ishoning eng yoqimli sovg'a bo'la oladi. iPhone 12 Pro Max ni ideal holatda 128 88% $349 evaziga. iPhone 13 Pro ni 256 88% batareya bilan $440 ga. Hurmatli obunachilar, $440 ga 13 Pro ni hozir 128 talik sotilyapti. iPhone 14 Pro Max 600 dan qimmat hamma joyda. Bizda $570 ga 100% radno holatda 128 87% lik 128 95 eSIMlargacha o'tgan smartfon absolutno yangi $305 ga. O'zbekistonda hali sim karta qo'yilmagan absolut yangi 128 90, hozir bunaqalari 515 525 bo'lyapti. Bizda esa $490 ga. i6 8256 lik $285 ga. Yangisi hozir ham $385. Hurmatli obunachilar, foydalanib qoling. Arzon narxlar, yuqori sifat, katta kafolat sizni kutmoqda. Galaxy 22 Ultra oddiy emas, dual sim kartali oq rangda, ideal holatda $435 evaziga. Honor X9D ni yangisi $415 tannarx bo'lib qoldi O'zbekistonga kirayotgan. Bugun esa men sizga rabochilarni 275 sotayotgan edim. Narxi rabochilik ham oshdi, lekin bizda tushdi $265 ga. Bizda narxlar ko'tarilishi biz uchun minus. Mijoz uchun har doim qulay narxda qilib berish esa bizning plyusimiz va mijozni rozi qilish esa bizga baraka omili hisoblanadi. Biz mijozni roziligini hamma narsadan ustun deb bilamiz. iPhone 7 ni 32 100% lik $90 ga prosta saqlangan varianti. 128 90% lik iPhone 14 Pro ni oq rangda A+ $490 ga. 13 Pro Max Amerika regionida eSIMlarigacha o'tgan smartfon absolutno yangi $490 ga. Ishoning, bunaqa narxda A+ holatda eSIM o'tgan variantini 490 ga hozir Optimga ham olishni iloji yo'q. Siz uchun iPhone 11 Pro ni yangidek holatda ideal sostavda 256 100 batareya bilan inshaalloh narxini chegirma narxda $249 ga. 14 Pro 128 92% lik $499 ga. 13 Pro 128 97 eSIMlari ham o'tgan $430 ga. $105 ga S10 A- segmentda. $295 ga Note 20 Ultra'ning bitta nuqtasi yo'q. E'tibor bering. Shu gapimga e'tibor bering. Yangidek holatda bunaqasi 10 tada bitta, 100 tada bitta keladi. Bunaqasini 430 ga ham topa olmaysiz, lekin 295 ga beraman. Petnosi bu A- variantlari 260, 275 ga ham bor, lekin bular eksklyuziv holat. Galaxy S25. Aytingchi, S25 ni qayerdan $420 ga xarid qila olasiz? Biz sizga taqdim eta olamiz. $420 ga hozir S24 ham bermayotgan bir pallada siz uchun kuchli takliflarimiz bisyor. S23 Fan Edition bu fanatlarning smartfoni. S23 Fan Edition bu qizimaydi, bu plavni ishlaydi, bu flagman imkoniyati, bu juda arzon narx $275 dan. Eng qulay taklif $69 ga A31 dual sim kartali S24 ni $390 ga Dubai regionli varianti. Aynan $330 ga Galaxy S23 eSIMlarigacha o'tgan S21 Ultra ni 340 ga ham A+ yo'q. $325 qilib berishga tayyormiz. S21 ni $190 ga beramiz. Note 9 Pro modelimizni ideal variantda $90 ga qilib beramiz. Xiaomi 15 Ultra ni $730 ga qilib beraman. Xiaomi 15 Ultra bu professionallik, bu noyoblik. iPhone 13 Pro ni 256 87 $455 ga. Xiaomi 11 Lite toladek yengil, ingichka va ixcham va noyob modelimizni $120 ga qilib beraman.
$245 ga 11 Pro ni radnoy holatda, yangidek gold rangi. Ideal holatda. Qarang mana, $245 ga. 256 90% desa $265 ga. iPhone 13 Pro da $420 ga qilib beraman. Batareyakalari usulinli 100 batarekali ideal holatda 64.92 $195 ga iPhone 1 ni oq rangi. 14 Pro ni 256 96% yangisi $505 evaziga chegirma narxda. A17 smartfonlarimiz, A56 smartfonlarimiz yangisi juda katta assortimentda bor. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. 15 Pro ni 128% $649 evaziga. Bugun men sizlarga A90larda shunaqa yangilarni beraman. Smartfonlarda hattoki salafanlar ham olinmagan, ekrandagi plyonkalar ham olinmagan. Smartfonlar hali rabochiy bo'lib ulgurmagan. Snapdragon 865 o'yin uchun mo'ljallangan. Qizib ketmaydi, steklanli ishlangan, orqalari avvalni qo'lga yoqimli hissiyot beradi. A90 eng ko'p sotilgan model. Bu modelni sizga chegirma narxda beraman. Bu modelni sizga atiga $149 dan haqiqiy yangilarini taklif etaman. Har doim House Mobile mijozlarimiz uchun qayg'uradigan magazin. Har doim biz sizga eng ishonchli magazin sifatida eng ishonchli smartfonlarni taqdim etamiz. Bu esa bizning ikkinchi filialimiz. Birinchi asosiy filialimizdagi chegirmalarni inshaalloh Telegram kanallarimiz orqali kuzatib borishingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.